Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Navbatdagi loyihamiz tayyor. Mijozga topshirdik. Kimga qiziq bo'lsa, videomizni oxirida buni bitgan holatini ham ko'rsatamiz. Hozirda rabochiy qismi hamda konstruksiya qismini qanday ishlaganimiz haqida ma'lumotlar berib bormoqchiman sizlarga. Xo'p, bu loyihamiz 17 metrga 11 metr tashkil qiladi. Bu loyihamizni mana planlarni ko'rishingiz mumkin. Mana plan, yozgi oshxona binomiz bor. Mana 29 metr kvadrat ekan. Mana naves, kirganda zal. Mana bu tomon mana holdan kirganda oshxona, yana zal. Bu yerni zinan tagidan unni foydalanish maqsadida hojatxona va garderoblarni bu yerga joylashtirdik. Bu tomonga ota-onalar xonasini ham joylashtirganmiz. Bu tomondan tashqi, ya'ni общий hojatxonani bu tomonga joylashtirdik. Xo'p, bu binomizda qibla tomonimiz ham bor. Qaysi tomonda qiblani ko'rsatib turishi, xonalarni ploshadi. Ya'ni qancha metr kvadratligi. Xo'p, bu binomiz 2 qavatdan iborat. Mana bu ikkinchi qavati. Ikkinchi qavatda bu yerda balkon qismi joylashgan. Mana zinadan chiqqanimizda hol, bu tomonda koridor, bolalar xonasi, yana bolalar xonasi, qiz bola, o'g'il bola, ota-onalar xonasi. Bu yerda garderob va bu yerda yana ota-onalar xonasi. Ya'ni span deb qo'ysa ham bo'ladi. Bu tomonda yana ko'proq kattaroq oilalar uchun bu ota-onalar xonasi, garderob, mana bu yerdan kirganda bu yerda koridor va umumiy sanuzel joylashtirilgan. To'g'riga o'tganda hojatxona yana joylashtirganmiz. Yana bu yerda mashinasi, qiblani qaysi tomonga chiqishi, botishi. Bu binomizda podval qismi ham bor. Podval qismi faqat mana bu kirgandagi zalimizni tagiga tushyapti. Mana shu faqat shu qismni podval qilib ishlaganmiz. Xonani podvalimizda ham mashinasi. Bu yerda to'liq razmerlar ko'rsatilgan. Ya'ni yashil zeleniy zona, har bitta razmerlar alohida qilib chiroyli ko'rsatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Va ikkinchi qavatda ham xuddi shunday. Undan keyin esa razrez qismi, ya'ni xonani balandliklari, qanaqa element qanday kesilganda qanday ko'rinishlari hammasi ko'rinadi. Mana plitalar, xonani balandliklari, atmetkalar, eshiklarimiz atmetkasi, eshiklarimiz hatto balandliklari har bitta detalgacha ishlab chiqqanmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu razrezimiz ikkita. Bu ikki tomondan ko'rinishini olganmiz. Bo'ylama va ko'ndalang. Mana bu esa fasad ko'rinishi. Fasad ko'rinishi emas, uzillarni, mana bu joylar uzillarni alohida berib ketganmiz. Oxirida ularni ham razmerlarini sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Fasadga qancha old tomonga qancha travertin ketishi, sogulga qancha material ketishi hisob kitob qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu kirish qismi, oldi fasadning kirish qismi. Bu esa yon tomonlari. Har bitta joylari hisob kitob qilingan. Qancha material ketishlari. Mana bu tomimiz ham hisob kitob qilingan. Prof nasli qancha ketadi, tarnovoy tunikasi, karnizga qancha material ketadi hisob kitob qilingan. Mana bu aytgan uzullarim har bittasi razmer bilan alohida ko'rsatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi arxitektura chasti shulardan iborat. Endi konstruksiya chastini ochamiz. Mana konstruksiya chastini ko'rishimiz mumkin. Konstruksiya chastida общий данный va nimalar berilganligi, chunki ko'proq ustalarimiz konstruksiyaga qarab binomizni qurishadi. Chunki qancha betonni qancha ketishi, qancha armatura ketishi mana shu konstruksiya qismimizga bog'liq. Mana bu yerda birinchi podval qismini ko'rsatib ketilgan. Mana qancha mana bu podushkalari, kolonna, har bittasi uzillari bilan, hisob kitoblari bilan ko'rsatib ketilgan. Mana fragment qancha nechilik armatura ketishi, mana armatura qanday qo'yilishi
nechalik armatura nechta ketishi, har bittasini o'lchamlari bor, hammasini yozilgan. Detalgacha bitlab ishlab chiqarilgan uzunlar bilan ertaga ustalar tushunmay qo'ygan joyi bo'lmasligi maqsadida har bitta element alohida ko'rsatilgan. Mana hisob kitoblari bilan, mana har bittasini hisob kitoblari bilan ko'rsatilganmiz. Bu podval qismini ham xuddi shunday. Har bitta elementlari nima bo'ladi? Kolonnani setkalarni to'qilishlari har bittasi ko'rsatilgan. Planlarda kolonnalar qanday, mana qancha eskiz. Men bunlar ko'proq ustalar tushunishadi. O'zim arxitektorman. Mana bu ikkinchi qavati. Mana har bitta detalni ishlangan, detalni ko'rsatilgan. Har bitta proyektimizni mana shunday topshiramiz va prosta namuna uchun ko'rsatyapmiz. Xudo xohlasa bundan keyin ham mana shunaqa videolar chiqarishni davom ettiramiz. Faqat qo'llab-quvvatlab, like va podpiskani bosib qo'yinglar azizlar. Mana har bitta detalni ko'rsatilgan, har bitta element, mana regallarimiz, peremechkalarimiz, bu yerda ham peremechka, har bittasi M5 mana ko'rsatilgan bo'lsa, planga borib qarasalaringiz, mana M5, M ligi har bitta joylari ko'rsatilgan. Topib olib, demak yerga shuncha material ketadi. Buni ko'proq ustalar tushunadi. Endi men kolonnalar haqida ketyapti. Mana kolonnalarga qancha beton ketadi, qancha armatura ketadi, nechlik armatura qo'yiladi, har bittasi bittalab uzillar bilan ko'rsatilib chiqilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana regel qismlarini har bittasi zinalarni ishlanishlari, mana zinalarga qanaqa sirka to'qiladi, qanaqa armaturalar qo'yiladi, har bittasi mana bittalab detalni ko'rsatilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bundan keyin davom ettiramiz. Siz like va podpiskani bosib qo'ying. Bu videomizni ko'proq odamlar ko'rsin. Bu plitalarning sonlari, qanday joylashuvlari haqida ma'lumot berilgan. Bu yerda mana nechalik plitalar ketyapti, nechta plita qo'yiladi, qanaqa plita qo'yiladi, o'shalar haqida ma'lumot ketyapti. Bu ikkinchi qavat uchun. Mana bu tom yopma qismlar, strapelalar. Qanaqa strapela qo'yilyapti, nechta strapela ketadi, nechta shifr ketadi, har bittasi hisob kitob bilan mana ko'rsatib beramiz. Endi xudo xolasa kulminatsion nuqtasi, buning bitgan holatini ko'rishimiz mumkin do'stlar. Like va podpiskani bosib qo'yingizlar. Rahmat hammaga.